Agar kechasi yoki kunduz kuni eshigingizni qattiq taqillatsa, militsiya oching deyishsa, yoki bundan ham yomoni eshikni buzib kirishga urinishsa, ko'pchilik odam vahimaga tushadi. Ayniqsa uyda ayollar, bolalar, qariyalar bo'lsa, odam nima qilishni bilmay qoladi. Ochish kerakmi, ochmaslik kerakmi? Qarshilik ko'rsatish mumkinmi? Video olish mumkinmi? Advokat chaqirishga haqqim bormi? Men bugun aynan shu savollarga aniq, oddiy va amaliy javob beraman. Bu ma'lumot O'zbekistonda yashayotgan har bir inson uchun juda muhim. 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan har bir fuqaro, ijarada yashayotgan odam, tadbirkor, haydovchi, talaba, ota-ona, yolg'iz yashaydigan ayol yoki erkak buni bilishi kerak. Chunki birgina noto'g'ri harakat keyin jinoyat ishi, jarima, mol-mulkni olib qo'yish, hatto o'zingizga nisbatan qarshilik ko'rsatdi degan ayblovga olib kelishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men aytadigan qoidalar favqulodda vaziyatda sizga, oilangizga yoki yaqinlaringizga real yordam berishi mumkin. Avvalo bitta narsani tushunib olaylik. Uy-joy daxlsizligi bu oddiy gap emas. Bu insonning asosiy huquqlaridan biri. Uy deganda faqat shaxsiy hovli yoki kvartira tushunilmaydi. Ijaradagi xonadon, vaqtincha yashayotgan joy, yotoqxona xonasi, xizmat uyi. Hatto ayrim holatlarda siz doimiy foydalanayotgan xususiy hudud ham himoya qilinadi. Oldin odamlar ko'pincha militsiya bo'lsa xohlagan paytida kiraveradi deb o'ylardi. Bu juda xavfli tushuncha. Ichki ishlar organlari xodimi ham qonun bilan chegaralangan. U forma kiygan bo'lsa ham, unda xizmat guvohnomasi bo'lsa ham, bu unga istalgan eshikni buzib kirish huquqini bermaydi. Har bir kirish, tekshirish, tintuv, olib qo'yish yoki odamni olib ketishning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Hozirgi yondashuv shundan iboratki, fuqarolarning uy-joy daxlsizligi kuchliroq himoya qilinadi. Protsessual harakatlar rasmiy hujjatlar bilan amalga oshirilishi shart. Ya'ni bizga xabar tushdi, profilaktika uchun keldik, mahalladan aytishdi. Tezkor ma'lumot bor degan gaplarning o'zi eshikni buzib kirishga yetarli asos emas. Agar tintuv bo'lsa, tintuvga oid qaror bo'lishi kerak. Agar olib qo'yish bo'lsa, tegishli protsessual hujjat bo'lishi kerak. Agar shaxsni ushlash bo'lsa, nima uchun ushlanayotgani tushuntirilishi kerak. Agar favqulodda holat bo'lsa, masalan ichkarida kimningdir hayoti xavf ostida bo'lsa, jinoyat hozir sodir bo'layotgan bo'lsa yoki gumon qilinayotgan shaxs shu uyga qochib kirgan bo'lsa, unda kirish tartibi boshqacha baholanadi. Shu yerda eng muhim farqni aytaman. Militsiya eshik oldiga kelgani boshqa. Qonuniy asos bilan uyga kirishi boshqa. Eshikni buzib kirishi esa yanada og'irroq holat. Eshikni buzish odatda faqat zarurat bo'lganda, qonuniy asos bo'lganda va boshqa yo'l qolmaganda oqlanishi mumkin. Agar bu asoslar bo'lmasa, keyinchalik xodimlarning harakati ustidan shikoyat qilish, zarar undirish, noqonuniy olingan dalillarni rad ettirish imkoniyati paydo bo'ladi. Asosiy qismlik nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim ortiqcha qo'rqmasligi kerak birinchi qo'ydi. Eshikni ochishdan oldin kim kelganini aniqlashga haqqingiz bor. Bu juda oddiy. Lekin ko'pchilik shundan boshlamaydi. Eshik ortidan kim, qaysi organ, ism familiyangiz, lavozimingiz, qaysi bo'limdan keldingiz, xizmat guvohnomangizni ko'rsating deb so'rashingiz mumkin. Agar ko'cha bo'lsa, guvohnomani ko'chaga yaqin ko'rsatishni so'rang. Agar domofon bo'lsa, kamera orqali gaplashing. Agar eshikda zanjir bo'lsa, zanjirni yechmasdan muloqot qiling. Ikkinchi qoida, nima asosda keldingiz deb so'rashga haqqingiz bor. Masalan, ular tintuv uchun kelgan bo'lsa, tintuv qarorini ko'rsating deb so'raysiz. Ular biror shaxsni qidirayotgan bo'lsa, kimni qidiryapsiz? Men bilan qanday bog'liq, nima hujjat bor deb so'raysiz. Ular profilaktik suhbat uchun kelgan bo'lsa, bu odatda eshikni buzishga asos bo'lmaydi. Profilaktika uchun kelgan xodim uyga faqat sizning roziligingiz bilan kirishi mumkin. Uchinchi qoida, qarshilik ko'rsatmaslik kerak, lekin huquqlaringizni talab qilish kerak. Bu ikki narsa bir-biridan farq qiladi. Qarshilik deganda itarish, urish, eshikni ichkaridan mebel bilan tirab, xodimlarga tahdid qilish, qo'lidan hujjatni tortib olish, haqorat qilish tushunilishi mumkin. Bunday harakatlar keyin sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Lekin iltimos hujjatingizni ko'rsating. Advokatimga qo'ng'iroq qilaman, video yozib olaman, bayonnomaga e'tirozimni kiritaman deyish bu qarshilik emas, bu huquqdan foydalanish. Misol keltiraman. Toshkentda bir oila kechasi soat 23 martamda eshik taqillaganini eshitadi. 2 nafar xodim profilaktika oching deydi. Uy egasi eshikni ochmay,
xizmat guvohnomasini ko'rsatishini so'raydi. Keyin qanday hujjat bor deb so'raydi. Ma'lum bo'ladiki, ular qo'shnilar shikoyati bo'yicha kelgan, lekin tintuv yoki majburiy kirish uchun hujjat yo'q. Bunday holatda uy egasi eshikni ochmasdan men ertaga bo'limga borib tushuntirish berishga tayyorman. Hozir uyda voyaga yetmagan bolalar bor deb aytishi mumkin. Agar xodimlar qonuniy asosni ko'rsata olmasa, eshikni buzish oqlanmaydi. Boshqa misol. Viloyatda bir xonadonga gumon qilinayotgan shaxs qochib kirgani haqida tezkor ma'lumot bo'ladi. Xodimlar eshik oldiga keladi. Ichkaridan shovqin eshitiladi. Gumon qilinayotgan shaxs derazadan qochishga urinadi. Bunday vaziyatda xodimlar kechiktirib bo'lmaydigan holat bor deb hisoblab, majburiy kirishga urinishi mumkin. Keyin bu harakat albatta rasmiylashtirilishi, nima sababdan eshik buzilgani, kimlar kirgani, nimalar ko'rilgani, nimalar olingani bayonnomada aks etishi kerak. Yana bir real hayotga yaqin vaziyat. Siz ijarada yashaysiz, uy egasi bilan kelishmovchilik bo'lgan. Uy egasi tanish uchastka noziri bilan kelib, bu mening uyim, kiramiz deydi. E'tibor bering. Mulk egasi bo'lish ham har doim ichkariga bostirib kirish huquqini bermaydi. Agar siz u yerda qonuniy yashayotgan bo'lsangiz, ijara shartnomangiz bo'lsa yoki yashayotganingizni tasdiqlovchi dalillar bo'lsa, sizning yashash joyingiz ham daxlsiz. Uy egasi nizo bo'lsa sud tartibida hal qilishi kerak. Xodim esa mulkdorning xohishi bilan eshik buzib kirishga haqli emas. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, uyda taqiqlangan buyum. Hujjatsiz gurol, giyohvand modda, noqonuniy valyuta operatsiyasi, firibgarlikka oid materiallar, noqonuniy kredit yoki karta sxemalari bilan bog'liq narsalar saqlayotgan odamlar, men bunday harakatlarni mutlaqo oqlamayman. Bunday holatda qonuniy tintuv kelishi mumkin. Ikkinchidan, kimningdir nomiga ro'yxatdan o'tgan telefon, karta yoki manzil jinoyat ishida ko'rinib qolgan bo'lsa, xodimlar tekshiruvga kelishi mumkin. Uchinchidan, oilaviy zo'ravonlik. Shovqin, qo'shnilar bilan janjal, aliment, qidiruvdagi shaxsni yashirish kabi holatlar ham xodimlar kelishiga sabab bo'ladi. Kim ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Agar siz qonuniy yashayotgan bo'lsangiz, uyda taqiqlangan narsa bo'lmasa, hech kimni yashirmayotgan bo'lsangiz, sizning asosiy vazifangiz vahimaga tushmasdan tartib bilan harakat qilish. Qonuniy xodim bilan qonuniy muloqot qiling. Hujjat so'rang, video qayd qiling, advokatga qo'ng'iroq qiling. Bayonnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Eng katta nozik jihat, tintuv bilan ko'zdan kechirish bir xil emas. Tintuv odatda biror narsani topish maqsadida uy, xona, shkaf, sumka, telefon, hujjatlar ichini tekshirishni anglatadi va buning protsessual asosi bo'lishi kerak. Ko'zdan kechirish esa hodisa joyini aniqlash, izlarni ko'rish, holatni qayd etish uchun bo'lishi mumkin. Lekin amalda ba'zan ko'zdan kechiramiz deb kirib, aslida tintuvga o'xshash harakatlar qilishadi. Shkaflarni ochishadi, telefonlarni ko'rishadi, hujjatlarni varaqlashadi. Siz bunday paytda xotirjam aytasiz. Iltimos, bu qanday protsessual harakat? Ko'zdan kechirishmi yoki tintuvmi? Qarorni ko'rsating. Bayonnomada aniq yozilsin. Ikkinchi tuzoq, o'zingiz rozilik bering, muammo bo'lmaydi degan gap. Rozilik bilan uyga kiritish ba'zan o'zingizga qarshi ishlashi mumkin. Masalan, xodimlar faqat gaplashamiz deb kiradi. Keyin stol ustidagi telefon, notebook, hujjatlarni ko'rib, savollar boshlanadi. Agar siz kirishga rozilik bergan bo'lsangiz, keyin noqonuniy kirishdi deb isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun agar kirishga qarshi bo'lmasangiz ham, men faqat hujjat bilan, bayonnoma rasmiylashtirilgan holda kirishingizni so'rayman deb aytish ma'qul. Uchinchi nozik video olish. Umumiy qoida sifatida siz o'z uyingizda sodir bo'layotgan holatni qayd etishingiz mumkin. Lekin xodimning yuziga telefonni tiqish, xizmat harakatiga xalaqit berish, maxfiy tergov ma'lumotlarini tarqatish xavfli bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l, telefonni chetroqqa qo'yib, audio, video yozuvni yoqing. O'zingiz esa xotirjam gapiring. Men o'z xavfsizligim va holatni to'g'ri qayd etish uchun video yozib olyapman deb ayting. Agar telefonni olib qo'yishmoqchi bo'lishsa, qaysi asosda olib qo'yilyapti, bayonnomaga kiriting. Telefon modeli, e-mail raqami, holati ichidagi sim karta raqami yozilsin deb talab qiling. 4-nozik jihat, xolislar. Tintuv yoki olib qo'yish jarayonida xolislar, video qayd, bayonnoma kabi kafolatlar muhim. Xolislar real odamlar bo'lishi kerak. Ular jarayonda qatnashib, nima bo'lganini ko'rishi kerak. Ba'zan xolislar faqat oxirida imzo qo'yib ketishi mumkin. Bu noto'g'ri. Siz bayonnomaga xolislar jarayon boshidan qatnashmadi deb yozdirishga haqlisiz. 5-nozik jihat,
eshik buzilganda moddiy zarar. Agar eshik, qulf, kamera, domofon, mebel shikastlansa buni darhol qayd qiling. Suratga oling. Video qiling. Guvohlarni yozib oling. Usta chaqirsangiz chek yoki kvitansiya oling. Keyin agar kirish noqonuniy deb topilsa yoki zaruratsiz zarar yetkazilgani aniqlansa, zarar undirish masalasi qo'yilishi mumkin. Lekin buning uchun sizda dalil bo'lishi kerak. Eshigimni sindirishdi degan gapning o'zi yetmaydi. Surat, video, bayonnoma, smeta, guvoh arza kerak. 6-chi nozik jihat, bolalar va ayollar bor uy. Agar uyda voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, xodimlardan ehtiyotkorlikni talab qiling. Uyda bolalar bor, iltimos baqirmang. Qurolni ko'rinadigan qilib ushlamang. Men eshikni tartib bilan ochaman, lekin hujjatlaringizni ko'rsating deb aytish mumkin. Agar ayol kishi olg'iz bo'lsa, qo'shnini chaqirishni, qarindoshga telefon qilishni, ayol xodim ishtirokini so'rashni tavsiya qilaman. Ayniqsa shaxsiy ko'rik yoki ayolning shaxsiy buyumlari bilan bog'liq harakatlar bo'lsa, 7-chi nozik jihat telefon paroli. Xodimlar telefonni ko'rishni so'rashi mumkin. Telefon shaxsiy ma'lumotlar, yozishmalar, bank ilovalari, oilaviy rasmlar bilan bog'liq. Siz qaysi hujjat asosida telefon ko'riladi yoki olib qo'yiladi deb so'rashingiz kerak. Parolni majburlab ayttirish masalasi juda nozik. Siz o'zingizga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqiga egasiz. Lekin qarshilik ko'rsatish, telefonni sindirish, ma'lumotlarni o'chirishga urinish vaziyatni yomonlashtiradi. Eng to'g'ri yo'l. Advokat ishtirokini talab qilish va barcha harakatlar bayonnomada aks etishini so'rash. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Vaziyat, eshik qattiq taqillayapti, oching, militsiya deyishyapti. Siz nima qilasiz? Birinchi qadam. Xotirjam bo'ling va vaqt yutmang, lekin tartib bilan gapiring. Ichkaridan baqirmang, haqorat qilmang, hech kimni kiritmayman deb keskin aytmang. Men eshitdim, hozir gaplashamiz. Iltimos. O'zingizni tanishtiring va hujjatingizni ko'rsating deng. Ikkinchi qadam, video yoki audio yozuvni yoqing. Telefonni qo'lingizda ushlab tursangiz ham bo'ladi, lekin eshikni ochishda xavfsizlikni unutmang. Agar uyda yana bir kishi bo'lsa, u yozib tursin. Yozuvda vaqt, manzil, xodimlar soni, ular aytgan gaplar aks etsin. 3-qadam, xizmat guvohnomasi va asosini so'rang. Qaysi bo'limdansiz? Ism, familiyangiz, nima asosda keldingiz? Tintuv qarori bormi? Sud yoki tergovchi qarori bormi? Qarorning nusxasini ko'rsating deb so'rang. Agar ular hujjatni ko'rsatsa, uni diqqat bilan o'qing. Manzil to'g'rimi? Familiya to'g'rimi? Sana to'g'rimi? Aynan qaysi protsessual harakat ko'rsatilgan, kim imzolagan, muhr bormi? Masalan, qarorda 12-15 xonadon yozilgan, siz esa 12-12 xonadonda yashasangiz, bu katta farq. 4-qadam, advokatga qo'ng'iroq qiling. Agar shaxsiy advokatingiz bo'lmasa, yaqin qarindoshingizga qo'ng'iroq qiling va falon manzilda ichki ishlar xodimlari keldi. Hujjat so'rayapman, advokat toping deb ayting. Agar sizni ushlashmoqchi bo'lsa, advokat talab qilish huquqingiz bor. Men advokat kelishini so'rayman degan gapni aniq ayting. 5-qadam, agar qonuniy qaror bo'lsa, jismoniy qarshilik ko'rsatmang. Eshikni oching, lekin kirayotganlarning soni, familiyasi, vaqti qayd etilsin. Iltimos, barchangiz o'zingizni tanishtiring, bayonnomaga kiriting deb ayting. Uyga kirgan odamlar orasida begona shaxslar bo'lsa, ularning kimligini so'rang. 6-qadam. Tintuv paytida yo'lingizda yuring. Ular qaysi xonaga kirsa, imkon qadar kuzatib boring. Shkaf ochilsa, oldingizda ochilsin. Sumka, quti, hujjat, pul, zargarlik buyumi topilsa, darhol bu narsa qayerdan olindi? Bayonnomaga aniq yozilsin deb ayting. Agar sizga tegishli bo'lmagan narsa topilsa, bu menga tegishli emas, men buni birinchi marta ko'ryapman deb darhol bildiring va bayonnomaga kiriting. 7-qadam. Pul va qimmatbaho buyumlar bo'lsa sanating. Masalan, uyda 5000 AQSh dollari, 2 million so'm, 3 dona tilla uzuk, 1 dona notebook bor. Agar olib qo'yilsa, miqdori, valyutasi, seriya raqami, modeli, rangi, holati aniq yozilsin. Notebook olib qo'yildi emas. Lenovo, qora rang, seriya raqami falon, zaryadlovchisi bilan yoki zaryadlovchisi deb yozilishi kerak. 8-qadam, bayonnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Bu juda muhim. Ko'pchilik charchaydi. Qo'rqadi. Imzo qo'ying, ketamiz deyishganda imzo qo'yadi. Keyin bayonnomada siz aytmagan gaplar, siz ko'rmagan holatlar, siz rozi bo'lmagan mazmun bo'lishi mumkin. Har bir sahifani o'qing. E'tirozingiz bo'lsa, o'z qo'lingiz bilan yozing. Eshik majburan ochildi. Qaror nusxasi berilmadi. Advokat chaqirishimga imkon berilmadi. Xolislar boshidan qatnashmadi.
Olib qo'yilgan buyumlar to'liq sanalmadi. Men bu buyumni tan olmayman. Shundan keyin imzo qo'ysangiz, e'tirozlarim bilan imzoladim deb yozing. 9-qadam hujjat nusxalarini oling. Tintuv bayonnomasi, olib qo'yish bayonnomasi qaror nusxasi. Olib qo'yilgan narsalar ro'yxati sizda qolishi kerak. Agar berishmasa, video yoki audio yozuvda menga bayonnoma nusxasi berilmadi deb qayd qiling. 10-qadam voqeadan keyin darhol yozma, shikoyat tayyorlang. Qayerga murojaat qilish mumkin? Birinchidan, yuqori turuvchi ichki ishlar organiga. Ikkinchidan, prokuraturaga. Uchinchidan, agar protsessual harakat jinoyat ishi doirasida bo'lsa, tergov organi rahbariga va sudga tegishli tartibda murojaat qilish mumkin. To'rtinchidan, moddiy zarar bo'lsa, alohida tartibda zarar undirish masalasini ko'tarish mumkin. Shikoyatda nimalar bo'lishi kerak? Sana, vaqt, manzil, kelgan xodimlar soni, o'zini qanday tanishtirgani, qanday hujjat ko'rsatgani yoki ko'rsatmagani, eshik qanday buzilgani, kimlar guvoh bo'lgani, nimalar olib qo'yilgani, qanday huquqlaringiz buzilgani, qanday dalillar borligi. Dalil sifatida video, audio, surat qo'shni guvohligi, usta bergan chek, shifokor ma'lumotnomasi, bayonnoma nusxasi ilova qilinadi. Agar eshik buzilgan bo'lsa, albatta suratga oling. Qulf, eshik romi, pol, devor, domofon, kamera, ichkaridagi buyumlar. Ustadan ta'mirlash smetasini oling. Agar bola qo'rqib ketgan, kimdir jarohat olgan bo'lsa, shifokorga murojaat qiling va ma'lumotnoma oling. Chunki keyin zarar bo'lmagan deyishlari mumkin. Yana bir muhim maslahat: barcha narsani ijtimoiy tarmoqqa darhol joylashga shoshilmang. Ba'zan odamlar his hayajon bilan video chiqaradi. Unda tergov siriga oid ma'lumotlar, boshqa odamlarning yuzi, bolalarning tasviri, shaxsiy ma'lumotlar chiqib ketadi. Bu sizga zarar berishi mumkin. Avval advokat bilan maslahat qiling. Keyin nima e'lon qilish, nima qilmaslikni hal qiling. Demak, esda tuting. Militsiya yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi eshik oldiga kelgani uning avtomatik ravishda uyga kirish huquqi bor degani emas. Siz hujjat so'rashga, asosni bilishga, advokat chaqirishga, video qayd qilishga, bayonnomaga e'tiroz yozishga va noqonuniy harakatlar ustidan shikoyat qilishga haqlisiz. Lekin hech qachon jismoniy qarshilik ko'rsatmang, haqorat qilmang, narsalarni yashirish yoki yo'q qilishga urinmang. Sizning kuchingiz baqirishda emas, tartibli, hujjatli va qonuniy harakat qilishda. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizningcha bunday vaziyatda odamlar eng ko'p qaysi xatoga yo'l qo'yadi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu bilim bir kuni kimningdir uyini, obro'sini, mol-mulkini va erkinligini himoya qilib qolishi mumkin.